Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugungi temamiz ikkinchi zilyonabriska, ikkinchi kesuv. Unda biz nima olamiz? Videolarimizni ko'rib keladigan bo'lsangiz, birinchi kesuvimizda qanaqa tozalashlik 4 dona kaltakka qo'yib, yon keraksiz bachkalarni olib tashladik. Bundan bir oy ham bo'lmadi, 25 kunlar atrofida. Endigi qiladigan ishimiz, qo'ygan kaltaklarimiz vaqtida aytgandik, tepasidan qanaqa chiqarib beradi. 3 dona, 4 dona kuchi yetgan kaltakni surib beradi o'suvchini. Xuddi o'sha holat bizda kuzatilyapti. Mana endi qiladigan ishlarimiz yana boshidan boshlaymiz, bir ko'zdan kechiramiz. Tagida yo'q. Bizda xalaqit beradigan kaltagimiz yo'q. Endigi qiladigan ishimiz ip bilan ozgincha tortib 4 tomonda bo'ylanadi-da, ana o'shani hisobini olib tortganimizda qarang, qanaqa ajralib turadi. Mana 4 ta 4 tomonda. Bu bir tomonda bo'lsa, narigi 4 tomonda. Endiki qiladigan ishimiz lishni kaltaklarni olish. Mana bizdagi aytib o'tgan holatimiz 4 ta tepadan 3 ta ko'taryapti-da, past qo'ygan kaltagimiz qarang qanday chiroyli ishlayapti. Har biri hosilxona bilan bizni mukofotlayapti. Mana bizning yutug'imiz nima? 1 yilni o'zida 3 marta, 4 marta kesishlik. Har bir kesuvimiz bizda nimani beradi? Videolarimiz davomida kuzatsangiz hammasi batafsil aytib kelinyapti. Mana endi qiladigan ishimiz tashqi kurtakka qo'yib 1 metr ham bo'laveradi. 80 santimetr, kami 60 bo'lishi kerak. Negaki 60 dan keyin bu yoqdan yana bizga hozirgi sanamiz 2026-yil 13-may. Hali mayda oxiri iyunni 10lariga xuddi shu ko'chatimizni ko'rsatib o'ta olaman. Isboti bilan bu amalda tajribamdan o'tgan holat. Mana shu ko'rsatkich tepadan bizga ko'rsatib turadi, yuqoridan 2 ta 3 ta kaltak, pasti esa mana bu hosilxonani ko'rsatib turadi. Gul kurtaklarni o'rnini ko'rsatib turadi. Endi qiladigan ishimiz boyaga aytganimizdek, tepasini tashqi kurtakka qo'yib olib chiqamiz. Hech qancha ish emas. Endi mana bu kaltagimizga e'tibor bersak, qalinlik mavjud. Biz nima qilamiz unda? Bizga keragi yo'q. Ichki kaltakni olamiz. U nar tomonda tortib bo'ylanadi. Buni ham uchini qayirib qo'yamiz. Har gal esingizda bo'lsin, tashqi kurtakka qo'yib olishlik. Mana bizga nima shaklni, qanaqa ko'rsatkichni ko'rsatyapti. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna tugmachalarini bosib qo'ying. Yanada qiziqarli voqealar bizning kanalda bog'dorchilik temasi bo'yicha.